nima gap? Istanbul, Turkiyada hammaga salom. Qalasizlar, nima gap? Короче, bugun biz sizlar bilan mana shu umuman O'zbekiston fuqarolari Turkiyaga kelib ishlashi mumkin bo'lgan top 3 ta ishlar haqida gaplashamiz. Ya'ni Turkiyaga kelish rejalashtiryapsiz va qanaqa ishlarda o'zbekistonliklar ishlaydi. Shu haqida juda ham ko'p qiziqib qidiryapsiz, to'g'rimi ma'lumotni? Bu video siz uchun. O'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Chunki bu videoda men o'zbekistonliklar top ishlaydigan 3 ta ish haqida gapirib o'taman. Xo'p, demak, bilasizlar, umuman o'zi juda ham ko'p O'zbekiston fuqarolari Rossiyada siqilganligi sababli Yevropa, umuman Turkiya, shunaqangi boshqa davlatlarga ketishga juda ham ko'p qiziqishyapti. Shularning ichida eng oson bo'lgan davlatlardan biri albatta bu Turkiya. O'zim ham Rossiyadan kelganman. To'g'ri, bunaqangi Rossiya darajasidaqa zo'r bo'lmasa ham sharoitlar, lekin ishlab $700 dan $1000 gacha daromad qilish mumkin. Xo'p, demak, siz Turkiyaga kelganingizdan keyin O'zbekistonliklar to'p ishlaydigan o'sha asosiy populyarniy ishlardan eng bittasi bu restoran ishlari hisoblanadi. Ya'ni restoranda ofitsiant va ofitsiant yordamchisi bo'lib ishlashingiz mumkin. Albatta, siz birinchi kelganingizda turk tilini unaqangi zo'r bilmaysiz, lekin tushunganingiz bilan ham o'zbek tiligacha o'xshash, anchagina o'xshash. Tushunganingiz bilan ham siz albatta restoran yordamchisi bo'lib ishlashingiz mumkin. Ya'ni restoranda ofitsiant yordamchisi bo'lib ishlashingiz mumkin. Xo'p, bunaqangi ishlarda siz ofitsiant zakaz oladi va siz o'sha zakazlarni stolga yetkazib berasiz. Bunda ham siz o'rtacha $700 dan $1000 gacha daromad qilishingiz mumkin. Bunaqangi ishlarda ayollar ham erkaklar ham ishlashadi. Ya'ni yosh yigitlar ham juda ham ko'p ishlashadi. Unga bunaqangi ishlarga o'zbeklar, umuman boshqa millat vakillarini qabul qilishadi. Turklar unaqangi hech o'ylanib o'tirmasdan. Eng populyarniy ishlardan biri, ya'ni komi deb nomlanadi. Bunaqangi ishda ishlovchilar restoranda mana shu ofitsiant yordamchisi bo'lib ishlashingiz mumkin. Undan tashqari yana usti yordamchisi bo'lib ishlashingiz mumkin. Ya'ni usti degani povur bo'ladi. O'sha povurga ovqat tayyorlashda siz yordam berasiz. Ya'ni zagotovka qilasiz. Mana shu produktlarni, mana sabzavotlarni artish, tozalash, go'shtlarni kesish, umuman mana shu zagotovka qilish ishlarida siz yordam berishingiz mumkin. Ya'ni restoran ishlarida, oshxona ishlarida juda ham ko'p O'zbekiston fuqarolari ishlaydi. Undan tashqari yana mobiliya, ya'ni magazinlarda dastavchik bo'lib ishlashingiz mumkin. Juda ham ko'pchiligi mana bu mebel magazinlarda mebellarni yetkazib berish xizmatlarida ishlashadi. Ular ham albatta yaxshigina daromad qilishadi. $1000, $1200 gacha topadiganlar ham bor. Shunaqangi ishlarda ishlashingiz mumkin. Xo'p, stroyka haqida ozgina esingizdan chiqarib turing. Stroykada ishlaydiganlar ham bor, lekin stroykada ishlaydiganlar menimcha kam. Nimagaki anchagina Yevropa lashkarligi sababli O'zbekiston fuqarolari ham yengilroq, osonroq ishlarda ishlashga fokuslarni qaratishgan. Shu sababli ham siz restoranda komik, ya'ni ofitsiant yordamchisi, usti yordamchisi bo'lib ishlashingiz mumkin yoki bo'lmasa magazinlarda dastavchik bo'lib ishlashingiz ham mumkin. Undan tashqari ayollar uchun eng populyarniy ishlardan biri bu uyda uy xizmatchisi bo'lib ishlash. Ya'ni qariyalarga qarash, uy tozaligi bilan shug'ullanish, yosh bolalarga qarash yoki bo'lmasa mana shu kasal bo'lib qolgan insonlarga qarash ishlari bilan ayollarimiz juda ham ko'pchiligi shug'ullanishadi. Albatta, bunda ham yaxshigina daromad qilishadi. Lekin men maslahat bermayman sizga, risk qilib, tavakkal qilib, ish yo'q, yotoq joy yo'q, shunchaki kelaverishingizni. Albatta, kelishdan oldin yotoq joyingizni va ishingizni qisman bo'lsa ham hal qilib kelishingizni maslahat beraman. Agardiki haqiqatan ham kelishga qiziqyapsiz, dokumentlar qanaqa qilinadi, ular to'g'risida to'liq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyamda dokumentlar haqida ham to'liq video chiqazing deb yozib qoldiringlar. Albatta, bunaqangi haqiqatan qiziquvchilar soni juda ham ko'p bo'lsa, men umumiy dokument qilish masalasi, dokumentlarni qanday ishlash mumkin, shular haqida to'liq video chiqazaman, xudo xolasa. Hammaga omad, ishlarga rivoj. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalimga like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Rahmat kattakon.